İctimai tarmoqlardan bizlarga kelib chiqqan savollardan hamda rivojlanish sirlari haqida batafsil sizlarga hozir tushuntirib berib o'tamiz. Misol uchun tasavvur qilamiz, men matematikani o'rganmoqchiman, ya'ni matematikadan men ustoz, muallim bo'lmoqchiman. Buning uchun men nima qilaman? Albatta, birinchi sinfda o'tiladigan matematikadan mavzular bor. Kasrlar, oddiy arifmetika, kvadrat, tengsizliklar va hokazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sinf va kollejda o'tiladigan mavzular, akademik litsey bo'lsin, ya'ni oliy o'quv yurtiga kirgandan keyin unda o'tiladigan fanlar bor. Nazariy nimalar, teoremalar, aksiomalar va kaza va kaza. Xo'p, bu narsalar nimaga kerak? Bu narsalar kelajakda men o'quvchilarga dars o'tish uchun yoki bo'lmasam bir liboy bir xohlagan bir misolni ishlashim uchun, misol masalani ishlashim uchun albatta men formulalar kerak, aksioma, teoremalar kerak. O'sha mavzularni men chuqur bilib, formulalarni o'rgansamgina men chiroyli mutaxassis matematik hisoblanaman. Demak, bu bilan men nima demoqchiman? Davomini Temurbek tushuntirib o'tadi. Endi shu barberlikka bizga ko'p ijtimoiy tarmoqlardan yozishyapti. Aka, qancha master klassga borsam yo sizga necha marta borsam, sizga o'xshagan urovingga chiqaman deyapti. Bitta meni o'zimga kelgan bilan bu urovingga chiqib qolmaydi. Chunki masalan menda bo'lib olish texnikasiga ko'proq aksent qilganman, qaratganman. Mendaqa bo'lish uchun yo mendan ham zo'r bo'lish uchun, umumiy olganda zo'r barber bo'lish uchun ko'p barberlarga borish kerak. Masalan, qaysidir barber klassikada zo'r. Borish kerak, 4 ta 3 ta narsani o'ziga kerak narsani o'rganish kerak. Qaysidir barber bo'lib olish texnikada, qaysidir barber fade zo'r, kimdir soqolda, kimdir xayr tatuvda, kimdir ukladkada. Hammasiga borib 2 ta 3 ta narsani o'rganib kelish kerak. Hammasiga обязательно borish kerak, chunki hammani kimdir plusi minuslari bor. Kimdir qaysindadir kuchli, kimdir nimadadir sal oqsoqroq. O'shaning uchun tavsiya etaman 20 ta 25 ta odamga borish kerak, pulini berish kerak, o'rganish kerak. Hammadan 2 ta 3 ta narsa o'rganib kelgandan keyin o'zingizdan дополнительно qo'shasiz, o'zingizda ham analiz qilib, qaytadir kerak emasini analiz qilib, keyin mukammal barber bo'lasiz. Buning uchun puldan qizg'onmaslik kerak, berish kerak, onlayn darsmi, offlayn darsmi, birinchi o'rinda zo'r barber bo'lish uchun o'qib ma'lumotlar yig'ish kerak. Ma'lumotlar yig'ilgandan keyingina siz zo'r barber bo'lasiz. O'shaning uchun biz demoqchimiz, ya'ni tasavvur qilasizlar, sizlar o'sha matematik deb hisoblaymiz. Demak, xo'p, sizlar ham bir masala, misol ishlovchi inson bo'lasizlar. Ya'ni bitta mijoz keldi. Sizlardan talab qildi kvadrat tenglamalar haqida, kvadrat tenglama mavzusuna doir bitta misol endi. Misol uchun endi tushuntirish uchun aytib o'taman. Demak, sizlar kvadrat tenglama haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lsangizlargina unga doir masala misolni ishlab bilasizlar. Trigonometriya bo'lsin, teoremalar bo'lsin, aksiomalar bo'lsin va kaza o'shanda. Demak, buning uchun nima qilish kerak? O'sha Temurbek aytganidek, ko'zga ko'ringan o'zingizni kumrimiz kimda hisoblasangizlar, kimda qanday ma'lumot borligini bilsangizlar, tasavvur qilsangizlar, sizlar uchun ideal sartarosh master qaysi bo'lsa, shularga uchrab, albatta xarajatdan qochmasdan bilimni 1, 2, 3 yil o'zingiz ustingizda ishlasangizlar, sizlar kamida 10, 20, 30 yil bemalol til uzun sartarosh sifatida bemalol xohlagan bir mijozni ko'nglini olib, chunki sizlar har bitta sartaroshdan chiroyli nimalarni o'rgandingizlar, servisni o'rgandingizlar, hamma narsani o'rganib, ko'p narsani o'rgangandan keyin albatta sizlar uchun muammoli sochlar bo'lmaydi. To'g'ri, chunki har xil klientlar keladi. Barberga kimdir klassika xohlaydi, kimdir uzun soch, kimdir boshqa fade xohlaydi, kimdir soqol xohlaydi. O'shanda har bitta barberga borsalar, zo'r narsalarni o'rganib kelib, klientlar bilan ishlab, qaysidir bitta urovingga yetib, ko'ngillari xotirjam bo'lgandan keyin bitta yo'nalish tanlab olaverasizlar. Mana shu bo'lib olish texnikasi yo fade elementi bilan ishlash sizlarga yoqyapti, shundan mazza qilyapsizlar, bo'ldi. Boshqa sochlar kelsa atkazib qo'yaverasizlar boshqa klientlarni. Imенно o'sha sohada ishlayverasizlar, chunki undan sizlar zavqlanasizlar. Hozirgi paytda boshlang'ich paytda sizlarga klient qilish uchun, potokda ishlash uchun hamma texnikani bilish kerak. Kimga uzun soch qilish kerak, kimga xayr tatuv chizish kerak, kimga ukladka qilish kerak, kiyov stillari. O'shaning uchun
boshlanishida 1 yil, 2 yil, 1,5 yil ayamasdan har 3 oyda zo'r o'sha sizlar yoqtirgan Instagramda ishini kuzatadigan barbirlarga borishlarini maslahat beramiz. Shundan keyin 2 yil, 3 yildan keyin уже topoviy barbir bo'lib, o'zlaringning yo'llaringga, o'zlaringning qoliplaringga tushasizlar. Undan keyin xohlang barbir shop oching, xohlang o'qiting, xohlang ishlamang, xohlang syomka qiling, uni o'zlaring reshat qilasizlar. Bizning maslahatimiz, ozgina maslahatimiz shu. Tushunmagan mavzularingiz bo'lsa, bemalol Temurga yo menga yozsangizlar, biz sizlarga yanada ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha albatta. Xudo xolasa. Demak, shu bilan xayrlashamiz. Hammaga omad. Hozircha xayr. To'xtamaymiz o'qishda. Hammaga omad. Ijodda rivojlanish tilaymiz barchaga.